BYDda foyda nimaga birdan tushib ketdi? Nechtadir faktor bor-da. Mana qish mavsumi. Qish mavsumi bu sezon emas. Mashina sotib olishga ham sezoni bo'ladi. Bizda ham shu sezon bor. Bizda bilasizmi yo'qmi, sentyabr, oktyabr juda ham zo'r sezon, sababi hammasi pishadi, pishgandan keyin dehqonlarning puli ko'payib ketadi. O'shaning uchun bizda sentyabr, oktyabr, noyabr ham kirgisi bo'ladi, zo'r sezon. Qish sezoni emas. Ikkinchi faktor bu o'yinchilarning ko'payishi. Igroq bozorda o'yinchilik ko'paydi. Boshqa Xitoy mashinalari. Ha, BYD anchasini sindiruvdi. 2024-yilda esgan bo'lsanglar, demping qilganda ancha munchasi yopilib ketgan. Hifi yopilib ketdi. Yana nechtadir podrazdeleniya yopilib ketdi. Volkswagenning podrazdeleniyalari yopilib ketdi Xitoyda. Toyota'ning podrazdeleniyasi bor edi Xitoyda, u ham yopilib ketdi. BYDda katta ringi katta bo'lsa ham Xitoy o'zida ham shu muammolarga duch keldi. Ya'ni eski o'yinchilar seriyozno kuchaydi. Любой masala bo'yicha, texnologiya bo'yicha, batareya bo'yicha, o'shaning